Hello, hammaga salom, sizlarni video nimaga o'tyapsan? Okey, okey. Hello, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Dizer nomer 1man. Bugungi videomizda bitta kommentariyamizda qal'a quring deb yozib yuboribdi bitta podpisчигimiz. O'sha aytgan qal'ani qurib ko'ramiz. Qal'amizga videoni oxirida kommentariyaga bahoningizni qo'yib, bahoyingizni bosib ketasiz degan umiddaman do'stlar. Aytak, hozir kravatim bor. Tosh. Bitta joy yasab olishimiz kerak do'stlar. Qal'a. Qal'amisan, qal'a quraman do'stlar. 3, 4. Tak. Bunday mana shunday ana shunday qo'yamiz. Do'stlar, qal'a kichkina qoladimi desangiz, kichkina bo'lsa kichkina bo'ladi, katta bo'lsa katta bo'ladi do'stlar. Tushundingizmi? Chunki deganda men Vijvoniyada Survival qilib qo'yibman bu qal'ani. Biroq qiyin. Mana bu yerda zudlik bilan yopamiz. Zudlik bilan yopmasam bo'lmaydi. Bu yerda yopaman. Ketish o'rnimi? Mayli. Ana bu yerda shartta yopay. Shu joy yopgandan keyin zo'r bo'ladizlar. Bo'ldi. Lampochkani xotirjam bo'ldi. Do'stlar, kech qolibdi, o'zi uxlash kerak. Ertalab hamma ishni qilamiz. Qani, xayrli tun. Do'stlar, mana uyg'ondik. Yo, bismillahirrohmanirrohim deb ishni boshlab olamiz. To'xtanglar. Boyga mana bu yoqqa o'tib kelaylik. Hozir. Ya, bismillah. Mazza-ye. Bo'ldi do'stlar. Bo'ldi. Mana shuncha narsa qildik. Endi men aytsalar lopata yasayman. Lopata bilan katta buyuk ishlar qilaman. Do'stlar, bu qal'amas, o'zimizni sivilizatsiyamiz yasayman do'stlar, hal ko'rasiz. Mana sivilizatsiyam yasalgandan keyin farqi joyim shunda chiqadi. Albatta 500 ta podpiska yig'ilgangacha o'sha vaqtgacha videolarim shu qal'ani ichida qiziqarli chiqadi degan umiddaman.
Qal'ani kuchaytiramiz, kattartiramiz, maydartiramiz. Qal'amizni qal'a qilamiz, o'sroq qal'a qilamiz, chiroq kalla qilamiz demaymiz-ku. Lekin qal'amizni zo'r kuchaytirishimiz kerak. Aniq bu gap. Idealniy nom topish kerak bunga. Qal'amizni nomi nima bo'ladi do'stlar? Qal'amizni nomini ham kommentariyaga yozib yuborasiz, xo'pmi do'stlar? Kommentariyani nomini yozib olmasangiz, o'zim bilmayapman nima qo'yishni. O'ylab ko'rish kerak. Kommentariyaga yozib yuborasiz, o'shanga qarab ko'rishga harakat qilaman. Do'stlar, iltimos menga podpiska bosib qo'yingizlar. Podpiska tekani axir. Yoki pulli deganlar kommentariyada yozib yuborsinchi. Pulli yoki tekinligini ko'rsataman. Отдельный video qilib chiqarib ko'rsataman ularga. Podpiska bosish tekin. Lekin sizlar shu podpiska tekin narsani bosmayapsizlar do'stlar. Mana bu yerda yopib tashlaymiz. Shu butunlarga. Böyle. Tak. Do'stlar, mana shu videoda agar shuni tugata olmasak, keyingi videoda men o'zimni super qal'amni ko'rib qo'yasizlar. Bu qal'a emas, aytmoqchi sivilizatsiya bo'ladi. Super bo'ladi. Hamma narsalar yasash kerak. Hamma narsalar uchun ham ko'p narsa kerak. Menga o'g'il kerak masalan. Do'stlar, o'g'il qidirish uchun o'zimiz kon yasaymiz. O'g'il chiqadi degan umiddaman do'stlar. O'g'il chiqsin. O'g'il chiqmasa bilmadim nima bo'ladi. Menimcha dabdala bo'ladi. Menga ko'pincha o'g'il kerak do'stlar hozir. Voy. Yelkamiz sinib qoldi. Shu yelka sinishini yoqtirmayman-da. Tiqilib qoldi. Ehtiyot. Sandiqdan bitta tayoqcha olamiz. Verstaga kiramiz. Kirka. Do'stlar, aytmoqchi, men o'g'illar qilaman. Yo'g'ir do'stlar. Qayerdan olishni bilaman men do'stlar. Hozir olib kelaman men. O'g'il. Mana bu yerim qoldi. Ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Tak, tezroq. Tezlash kerak. Do'stlar, albatta xotirjamlikka voydan bo'lsa ham chaylachak ko'tarib olish kerak. Bormasam bo'lmaydi-da. Bari chaylachamiz tayyor do'stlar. Shinamgina bo'ldi. Ixchamgina bas shinam. Yo-mayo, boshqa tarafga o'tamiz. Qisqa yasaymiz. Tak. Manimcha xotirjamlikka video turish vaqti keldi do'stlar. O'zim buni keyin qismga qalamni zo'r qilib tugatib ko'rsataman sizlarga. Qalam zo'r qilmagan, mana menga kelibdi. Mana shunday turamiz. Xayr, salomat bo'ling do'stlar.